Men 30 yoshimda pensiyaga chiqmoqchiman. 30 yoshimdan u yog'iga men ishlamoqchi emasman. Pul bo'yicha o'ylashni xohlamayman. 30 yoshimgacha addush ishlayman. Mana hozir masalan addush ishlayapman, ertaga kech ishlayapman, bosib ishlayapman, yaxshilab pul yig'yapman. Undan yog'iga 30 yoshimdan keyin men ishlamoqchi emasman. Undan yog'iga vaqtimni men oilamga, o'zimga, farzandlarimga, ota-onamga, xotinimga, bolalarim tarbiyasiga, sayohatlarga sarflamoqchiman. Undan yog'idagi hayotimni men o'zimga va yaqinlarimga sarflamoqchiman. 30 yoshimgacha addush ishlab qolaman, bo'ldi, yo'g'iga pensiyaga chiqaman. Og'ayni senga ham maslahat. Har kuni vaqtingni bu ma'qul narsalarga sarflayapsan. Ishdan kelasan, kino ko'rasan, televizor ko'rasan, yotasan, vaqting o'tsa bo'ldi, oyligini olsang bo'ldi, baraka topgur, hozir ishlagin, vaqtingni bekor narsalarga sarflamagin. Keladi shunaqa kunlar hali. Keladi shunaqa kunlar, mazza qilib dam olasan, ishlamaysan yog'iga. Hozir ishlab qolgin, vaqtingni bekor narsalarga sarflaysan, uxlaysan, kechasi bilan kino ko'rib, telefon o'ynab chiqasan, baraka topgur, vaqting chegaralangan. Hozir ishlab qol.